Qadrdonlar, qadrli vatandoshlarimiz, mana shu ko'rib turgan 2019-yilda ishlab chiqarilgan Lada Granta'miz atiga 60 ming probeg yurgan. Xo'p, ikkita detalda kraskasi bor ekan, ichlari butun. Mashina benzinda yurgan, chiroyli bir qo'l minilgan mashina, 4 ta balon yangi. Xo'p, mashinaning holatlari zo'r. Salonlariga keladigan bo'lsak, luks, en luks ekan. Oldi labovoy, sidina, ABS, konditsioner hamma yo'g'i ishlaydi. Mashinada umuman kamchilik yo'q. Sidinalari ham, ashibkalari ham hamma yo'g'i joyida turibdi. Xo'p, mana orqa salonlari ham. Zapaskalari hattoki tushmagan qadrdonlar. Xo'p, narxini qadrdonlar 6000 qanchaki? 6800 kami bor deyishyapti. Kelishtirib naqd pulga beriladi, xudo xolasa. Eng qizig'i 4,5 puli borga O'zbekiston bo'ylab variantga yaxshi insonlar bo'lsa beramiz deb aytib o'tishya, barter yo'q ekan, bank yo'q ekan. Xudo xolasa aka variantga o'tkazib olasizlar. Aqliddin aka variantga o'ylanmay telefon qilishversin. Beramiz. Unaqa haligi katta mindirib yuborib bunaqa narsalar bo'lmaydi aka. Chiroyli qilib berasiz aka, xudo xolasa. Ha, xudo xolasa. Telefon raqamlaridan aytib bering. 97lik Aha. 236 Aha. 0077. Mustang o'zidan esdan chiqmasin. Qadrdonlar, bozorga ham chiqmagan. Bizning kanalga qo'yilyapti faqat. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Naqd pulga kelishtirib yo'lda qilib beriladi.